Mana 2-3 kundan beri mahallamizda obodonlashtirish, ko'kalamlashtirish ishlari bo'lyapti. Mahallamiz obod, yangi projektorlar o'rnatildi, yangi stolbalar qo'yildi, tekis va ravon yo'llar bizga nasib qildi. 30 yillardan oshib ketdiki, bu ko'chalarimizda asfalt bo'lmagan edi. Mana Allohimga shukr, shunchalik bo'lib, shunday yaxshi odamlarning tashabbuslari bilan shunaqa tekis ravon yo'llardan yuribmiz. Mana yonimizda maktab turibdi. Maktab ham shunaqa ulug' dargoh. Mana shu yerga keladigan bolajonlarimizning oyoqlari loy bo'lmasdan, tekis, xursand bo'lib, prezidentimizga, hokimlarimizga, mahallamizning tashabbuskorlariga, rahbarlariga katta minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Yana shuni aytmoqchimanki, mana shu mahallamizda tez-tez endi biz ham mana shunday davlatimiz yordam berayotganini nazarda tutib, o'z hissamizni qo'shishimiz kerak. O'zimizni hovlilarimizni, tomorqalarimizni, atroflarimizni o'zimiz uchun juda ham chiroyli qilib, obod mahalla degan nomga erishishga harakat qilishimiz kerak. Ko'chalar bunaqa ravon emas edi, loy ko'chalar edi. Ko'chalarga kirsangiz, odam yurishga qiynalar edi. O'qishga boradi bolalar, maktabga boradi, bog'chaga boradi, loy ko'chalar. Mana 2 kunda o'zimiz hayron bo'ldik. Ko'chalarimiz asfalt bo'lib qoldi, xuddi bir ertakdaydi, bizga ertakday bo'lib tuyuldi. Bir kun oldin stabalar qurildi. Tursam ertalab ko'chada asfalt. Rahmat, shular kechasi bilan ishlashdi. Mehnat qilishdi. Mehnatlarga rahmat aytaman o'shalarni, ishchilarni. Ko'chalarimiz ravon bo'lishiga hamma aholi ham hissa qo'shish kerak. Tozalikka rioya qilishimiz kerak endi o'zimiz ham.